Keyingisi anti-jirlarimiz chiqqan. Hozirgi paytda hit продажа mahsulot hisoblanadi. 1 minutda hech qanaqalarsiz jirlarni shunaqa zo'r eritib beradi. Sizda nomer 1 oshxona uchun yordamchi. Bundan ikkita. И plus buni xarid qilsangiz, sizga qo'shimcha ravishda ikkita mana bunday masallar beradi. Kollagenli napitklar turibdi. Mana bunday ko'rinishda. Endi mana bu narsaga tekisda yana shuncha. Xo'p, CC krem ko'rganlar mana bunday ko'rinishda CC kremimiz dazesiya ekan. Xo'p, pastga qo'yib olamiz. CC kremdan keyin oyoqlar yorilishi uchun вообще zo'r mahsulot chiqdi. Mana shunaqa ko'rinishda вообще zo'r. Albatta xarid qilib ko'ring. Videoni ozginagina. Tak. Xullas, keyin mana bu atirimizdan olganlar. Alohida ajratib qo'ygan qo'y atirimiz 60 mg hajmi juda ham ko'p. Xo'p, dog' ketkadosh salfetkalar studentlar ayniqsa yondoq berish uchun o'qituvchilarda ruchka tekib ketganda, oyoq kiyimingizga qanaqadir dog' ketganda, kofelarida dog'i tushganda zo'r ketkazib beradi. Tak, bizda kechki prokladkamiz chipi bor tarkibida davolovchi xususiyatga ega. Xo'p, bizda Sensuela'ni mana shunaqa qo'l kremchalari, yoqimli parfyumli hid bundan olganlar. И tak mana shunday ko'rinishdagi bizni освежителlarimizdan olgan orxideyaning hidi, вообще hidlari gupillab kelyapti. Hali idishi ochilmasdan turib, mana bu energiya любви. Sizga energiya berish uchun ekan. Bundan 3 ta o'tdi. Xo'p, keyin mana bu havoni tozalaydigandan olganlar. Shuncha mahsulotimiz, summasi, mana bu yerda mahsulotlar. Tak. Mana bu shak podarkaga kelgan bu. Tak, bitta tushi ham podarka, и pomadasi ham podarka meni. Bu yerda faqat tush и подводка bor. Общий summani aytaman sizga. Общий summa tak. Katalog narxi qancha? Katalog narxi 2 million 139 ming so'm bo'lgan. Lekin 646 ming 700 so'm объемный skidka ayrilib, ya'ni skladdan chegirmaga ega bo'lib 1 million 433 ming 300 so'm to'lab mana shuncha mahsulotni xarid qilganlar. Mana bu yerdagi mahsulotlar. Bunaqa imkoniyat har bittangizda bor. Siz ham qo'lingizdan keladi. Menga yozing. Men sizga bepul skladga registratsiya qilib beraman va skladdan qanday qilib o'zingiz oilangiz uchun ro'zg'oringizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni sklad narxida buyurtma qilishni o'rgataman. Samarqand shahrida bo'lsangiz, ofisimga tashrif buyuring. Ofisimda men sizga jonli ravishda mahsulotlarni ko'rsatib, ma'lumotlar berib, qanaqa qilib zakaz so'rashingiz kerak bo'lsa o'rgataman.